Qizim, siz bir buyumdek meni tashlab ketdingiz-ku. Endi ko'rgis kelib qoldimi? Shartda kelginam. Xuddi o'zim. Agar bilganimda shunaqa chiroyli, sho'x, shaddod, sharttaki bo'lishingni ularga seni arzonga sotmagan bo'lardim. Nima? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Nima? Ulardan ko'proq pul so'ragan bo'lardim-da, voy. Nima? Senga aytishmaganmidi? Voy, anu asrab olgan ota-onangchi mendan seni sotib olishga. O'sha payt uchun yaxshi berishgan. Hozirgi kunda u choy-chaqa. Siz hali meni sotganmisiz? Axir ishlagani ketyapman. Bular senga shunchaki qarab turadi degandingiz-ku. Men hech qachon hech narsani tekinga qilmaganman. Seni ham o'sha foyda bo'lgani uchun sotib olganman.